Bugungi obzorimizda 50 tonnalik Zoomlion avtokrani. Bu Zoomlion avtokranimiz 4 ta mostdan iborat, strelalar soni esa 5 tani tashkil qiladi. Bo'mning uzunligi 49,5, go'sogining uzunligi esa 9 metrni tashkil etadi. Kabina qismi qulayliklariga keladigan bo'lsak, o'ta zamonaviy. Bu yerda Android tizimida ishlovchi kattagina tablo, uzatmalar qutisiga keladigan bo'lsak, 8 pog'onadan iborat. O'rindiqlar soni esa 3 tani tashkil etadi va shofyor o'tiradigan o'rindiq vazdushniy, ya'ni havo tizimida ishlaydi. Bu yerda zamonaviy tablo, rul qismimiz gidravlikani tashkil etadi. Umumiy olganda konditsioner va bitta shofyor uchun hamma qulayliklar bu yerda mavjud. Bu Zoomlion 50 tonnalik avtokranimizning motori Vicha motor hisoblanadi. Bu texnikamiz esa soatiga 27-28 ta dizelni sarflaydi. Boshqaruv qismimiz ham zamonaviy boshqaruv qismi hisoblanib, kabina orqali boshqariladi. Bu avtokranimizning toshi esa 8 tonnani tashkil etadi. Agar sizga ham 50 va undan yuqori bo'lgan Zoomlion, XMG va Sunny avtokranlari kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga telefon qiling yoki Grand Track kompaniyasining bosh ofisiga tashrif buyuring.